Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Joel Kojo navbahor futbolchisi. Joel Kojo O'zbekiston Super Ligasiga qaytdi. Faoliyati davomida O'zbekistonning Dinamo va Neftchi jamoalari sharafini himoya qilgan ganalik hujumchi Navbahor bilan shartnoma imzoladi. Bu haqida klub matbuot xizmati e'lon qildi. Keyin transfer uchun dastlabki qadam tashlandi. Daily Mail Insider Craig Josepning xabar berishicha, Ispaniyaning amaldagi chempioni Barselona klubi Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane'ning transfer qilish imkoniyatini o'rganmoqda. Manbaga ko'ra, Kataloniyaliklar vakillari ehtimoliy transferni muhokama qilish uchun hujumchining atrofidagilari bilan aloqaga chiqqan. Qayd etilishicha, Kane'ning Bavariya bilan shartnomasi yana 1 yil amal qiladi. Futbolchining o'zi Germaniyada o'zini yaxshi his qilmoqda va hozircha asosiy e'tiborini Myunxen klubi bilan shartnomani uzaytirishga qaratgan. Shu bilan birga Barselona jahon chempionati tugagach, agar transfer shartlari qulaylashsa, ushbu masalaga yana qaytishga tayyor. Manba ta'kidlashicha, hozircha gap muzokaralarning yakuniy bosqichi haqida emas, balki ehtimoliy bitimning dastlabki holatini o'rganish haqida ketmoqda. Barsaning 100 million yevrolik yulduzi boshqa super klubga o'tib ketadi. Kataloniyaning Barselona klubida to'p surayotgan ispaniyalik yarim himoyachi Fermin Lopez faoliyatini Yevropaning boshqa grand jamoasida davom ettirishi mumkin. Bu haqida El Nacional jurnalisti xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, futbolchini o'z safiga qo'shib olishni Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi Fransiyaning PSG klubi istamoqda. Parijliklar Fermini aynan joriy transfer oynasida sotib olishni rejalashtirmoqda. 23 yoshli yarim himoyachi 2023-yildan beri Barselona safida o'ynab kelmoqda. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyul oyigacha amal qiladi. Transfermarkt portali futbolchining bozor qiymatini 100 million yevro deb baholamoqda. Eldor Shomurodov Rivaldo bilan uchrashuv haqida gapirdi hamda yoshlarga maslahat berdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov bolalik kezlarida Rivaldo bilan bog'liq xotiralar haqida gapirdi. Akademiyada yosh futbolchi bo'lgan kezlarim, o'yinchilarni qo'lidan ushlab maydonga olib chiqishda doim ko'maklashardim. Kunlarning birida shunday bo'ldiki, menga Rivaldo biriktirildi. O'sha lahzalar haqida juda iliq xotiralarim bor. Rivaldo o'sha paytda futbolning asl timsollaridan biri edi va hamma endi 10 kungacha qo'lingni yuvmaysan deya hazillashardi. Bular hamon xotiralar, lekin albatta o'shandan beri ko'p narsalar o'zgardi. Hozir esa men jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasining sardoriman. Umid qilamanki, bu yoshlar uchun kuchli motivatsiya bo'ladi va ular o'z kumirlaridan ilhomlanib, sport bilan ko'proq shug'ullanadilar. Bu ular uchun ajoyib imkoniyat va bu holat bizni juda quvontiradi. Yosh futbolchilarga beradigan maslahatim: hech qachon taslim bo'lmang va doimo yaxshi niyatda bo'ling. Hayotda chalg'ituvchi omillar ko'p bo'lishi mumkin, ammo orzularingiz bo'lsa va ularga e'tibor qaratmasangiz, maqsadlaringizga albatta erisha olasiz, dedi 30 yoshli hujumchi. Manchester United Alvarez uchun kurashga qo'shildi. Atletico Madrid tarkibiga to'p surib kelayotgan argentinalik hujumchi Julian Alvarez Manchester Unitedning transfer ro'yxatiga kiritilgan. Vaqtida jurnalist Marcos Duran xabar bermoqda. Manbaning ta'kidlashicha, Qizil iblislar vakillari allaqachon futbolchining agenti bilan bog'langan. Shu bilan birga 26 yoshli hujumchiga Barselona, Arsenal va PSG klublari ham hanuz jiddiy qiziqish bildirib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Manchester Unitedning Chempionlar Ligasiga qaytishi va klubning barqaror moliyaviy holatiga angliyaliklarning Alvarez uchun asosiy da'vogarlardan biriga aylantirmoqda. 2025-26 yilgi mavsumda hujumchi barcha musobaqalar doirasida 49 o'yin o'tkazib, 20 ta gol urdi. Jamoadoshlariga 9 ta golli pas berdi. Ruben van Persiening o'g'li Marokash milliy terma jamoasini tanladi. Marokash milliy terma jamoasi uchun yana bir yulduzli avlod vakili. Bu haqida Zona FRMF xabar berdi. Niderlandiya milliy terma jamoasi sobiq forvardi Ruben van Persiening o'g'li Shakil van Persie Marokash milliy terma jamoasi sharafini himoya qilishga qaror qildi. 19 yoshli hujumchi Niderlandiya o'smirlar jamoasi safida o'yin o'tkazib ulgurgan. Va endilikda milliy jamoalar doirasida boshqa mamlakat libosida maydonga tushmoqchi. Shakil bu haqida o'zining yaqinlariga ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ruben van Persie o'g'lining qarorlariga ta'sir o'tkazmasligi va unga to'liq erkinlik yaratib berish haqida gapirgandi. Ma'lumot uchun, Shakilning onasi Buxrananing kelib chiqishi Marokashga borib taqaladi.
Rodri yana operatsiya qilinadi. Manchester City klubi va Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri jahon chempionati yakunlangach jarrohlik amaliyotiga yotishi kutilmoqda. Bu haqida Daily Mail nashri xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Manchester City klubi futbolchining sog'lig'i bilan bog'liq muammo yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortgan. Manba ta'kidlashicha, operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoni uzoqqa cho'zilmaydi. Shu bilan birga Manchester Cityning markaziy yarim himoyachisi 2026-2027 mavsumning bosh qismida maydonga tusha olmaydi. Eslatib o'tamiz, yaqinda Manchester City jamoasining bosh murabbiyi etib Enzo Maresca tayinlangan edi. Kicker Borussiya O'zbekiston terma jamoasi futbolchisini oladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yil Jahon chempionatidagi ishtirokini guruh bosqichida yakunlagan bo'lsa-da, ayrim o'yinchilarimiz Yevropa boshqa mamlakat klublari nazariga tushib ulgurgandi. Fabio Cannavaro shogirdlari orasida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoalariga qarshi o'tkazilgan uchrashuvlarda o'z salohiyatini namoyish qila olganlari ham bo'ldi. Xususan, Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov top liga vakillari orasida ancha yaxshi tanilgan bo'lsa-da, Abbosbek Fayzullayev, Jahongir O'rozov va Behruz Karimov singari ijrochilar xalqaro futbol jamoatchiligi uchun tom ma'noda kashfiyot bo'ldi deyish mumkin. Jahon chempionati davomida ayrim o'zbek futbolchilarining agentlari o'z mijozlariga qiziqish, hatto katta takliflar bo'layotganini ma'lum qilgan edi. Endi bu masala ancha oydinlashib bormoqda. Germaniyaning mashhur va nufuzli manbalaridan Kicker nashri O'zbekiston milliy terma jamoasi safida mundialda o'z iqtidorini namoyish etgan Jahongir O'rozovning faoliyatini Bundesligada davom ettirishi mumkinligi imkoniyatiga egaligini yozdi. Manbaning ta'kidlashicha, klublar miqyosida Samarqandning Dinamo jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan himoyachiga Borussiya klubidan chorlov bo'lyapti. Ekspertlarga ko'ra, futbolchiga Borussiyaning qiziqishi ancha jiddiy. Borussiya yangi mavsum oldidan jamoaning markaziy himoyachilarini kuchaytirishni rejalashtirmoqda va bu yo'lda yosh hamda istiqbolli futbolchilarni izlamoqda. Aynan shunday talablarga javob beradigan nomzodlardan biri sifatida Jahongir O'rozov tilga olinmoqda. Jismonan baquvvat himoyachi O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Jahon chempionatida ikkita uchrashuvda maydonga tushdi. 22 yoshli markaziy himoyachi nemis klubi bilan bog'lanayotgan bir necha futbolchilar orasida qayd etilgan. Jahongir O'rozov aslida bunyodkor tarbiyalanuvchi hisoblanadi. Asosiy jamoada 1 yil o'ynagandan keyin iqtidorli himoyachi 2023-yil Turkiyaga yo'l olgan edi. Xorijda u Eyüpsor jamoasini sharafini himoya qilgan. 2024-yil yozda Samarqandning Dinamo jamoasi O'rozovni turk klubidan yarim mavsumga ijaraga oldi va keyingi to'liq erkin agent maqomida to'liq o'z tarkibiga qo'shib oldi. Jahongir O'rozov O'zbekiston milliy terma jamoasida jami 5 ta uchrashuv o'tkazib, bitta gol urishga muvaffaq bo'lgan. 2026-yilgi Jahon chempionati yosh himoyachi Kolumbiyaga qarshi o'tkazilgan birinchi tur o'yinida ishtirok etdi. Ma'lumot uchun nufuzli Transfermarkt portali O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozovni 600 ming yevro atrofida baholamoqda.